Dorilaringizni vaqtida iching. Operatsiyangizga albatta pul topamiz. Axir sizni manda-yu o'g'lingiz bor, oyijon. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? G'ilaymisan? O'zingchi, katta xolangning hovlisimi bu? Xohlaganingcha ovqat yeb yuradigan. Hozir shu bilan boshingga solaman. Ey, kasal ekansan o'san. Ahmoq, suhbatga shunaqa kiraman menda. Voy. Sen hammasini udalaysan, oying uchun. Kechirasiz, bitta ahmoq deb. Oho, Xotlanch xonim o'zlari-yu. Ishxonada ham xuddi hayotdagidek mehribonsiz deb umid qilaman. Manam. Ish tajribangiz? 2 yil. Nimaga ishdan bo'shadingiz? Men bo'shamadim. Kompaniya yopilib ketdi. Qaqqa borsam muammo orttiraman deng. Voy, nimaga ekan? Men yopmadim, o'zi yopilib ketdi. Ahamiyatsiz. Siz ishga qabul qilindingiz, faqat ikkita shart bilan. Birinchisi, ertalabki uchun meni kechirasiz. Ikkinchisi, har kuni obedda menga bittadan Xotlanch olib kelib. Kelishdik.